misol katta chiqish uchun mahraj nima bo'lishi kerak? Mahraj uchun mahraj katta bo'lsa-mi, kichkinami? Kichkina. Aslida ishlab bo'lmaydi. Qaytaraman. Endi qara, shunchaki. Bo'yagan joyimiz soatga qarshi harakatlanadi. Ikkita musbat son qo'shilsa 0 chiqishi mumkin birdaniga. Chunki haligi javob bilan variantdagi javob bir xil chiqishi kerak-da. Barchaga assalomu alaykum. 2009-yil variantlarini ko'rishni davom ettiramiz. 4-variant. Matematik ishlab kelgansizlar. Chiqmagan muammoli misollarni ko'ramiz. 5 ta listda bor misol. 5-sayyor. Yaxshi. Tamam. 5-si. Hop. Yaxshi chiqmayapti hali. Tangingiz pi taqsim 4 plus alfa teng 49 taqsim 30. Bu qaysi variantda bor edi? 3-variant bormidi? Tushunishmi? Oltinchisiga. Xo'p, bunga rozimisizlar? Ko'rmadim xo'jayinlar. 3-variantda bor edi-ku. Mana shuni katangizni so'raganda rozi bo'lasizlar. 6-misol ekan. Adashib ketdim, 6 deyishyapti. Xo'p, 6-si 5 taqsim. Buni ko'rsa bo'ladi. Aksi degan savol. Katangiz kvadrat alfa plus 5 sinus 2 alfa minus kosinus gamma. Pastga tushdik. 5 plus kosinus 3 ta. Ifodaning eng katta qiymatini toping. Ya'ni misol katta javob chiqsin. Endi asosiy masala. Mana bu alfaga masalan deylik 30 gradus tanlasam, bu ham 30 bo'ladi. Mana bu ham 30 bo'ladi. Jamiki alfa 30 bo'ladi. Mana bunaqa o'ylaymizda xo'jayinlar, masalan, mana bu 1 bo'lsin, mana 6 bo'lsin, yo'q. Chunki bir-biriga ta'siri bor bo'ladi. Alfa bir xil. Lekin gamma boshqa masala. Bunga aloqasi yo'q. T boshqa masala. Tushunarli? Bo'ldi. Endi sal fikr qilamiz sizlar bilan. Misol ifodaning eng katta qiymat chiqish uchun 5 qimirlamay turibdi. Misol katta chiqish uchun mahraj nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lib berish kerak. Paddeshga qilish kerak, yordam berish kerak, kichkina bo'lib berish kerak. Xo'p, yaxshi. Kichkina bo'lish uchun qaraylik. Endi menda taklif bor 45 tanlash masalan. Gradus tanlab chiqib ketish o'quvchi sifatida. Endi aynan kelib chiqish yo'li bu ko'sh orqali chiqsa ham bo'ladi. Ma'nosi tushuntirishni istaganman. Ko'shayotganmiz-a? Tangens kvadrat alfa plus katangizni 1 taqsim tangens kvadrat deb yozsa bo'ladimi men? Ikkita musbat sonlarmi? Biri a, ikkinchisi b mi? Bu doim kattalashib boradi, lekin har doim katta yo'qda 2a bdan ilzosi esga tushdimi yo'q? Tangens kvadrat alfa plus 1 taqsim tangens kvadrat alfa. Ketsa javob necha bo'lgan ekan? 1 bo'lib ketib javob nima chiqadi? Xulosa, bu misolning eng kichik qiymati aslida 2 bo'lgan ekan. Mahraj 2 bo'lgan ekan. 2 bo'lish uchun aytgan 45 ni tanlagin deyapti. 45 ta nima chiqadi tangingiz? 1 da kvadrat nima? Katangiz 45 ta. Bir uni ham kvadrat baribir. 1 ga 1 ni qo'shsa mana o'sha 2 deyapti. Shartmi qo'shib qilasan, men o'tirib olib deydi 45 tanlab qo'ying. Tushundinglar, bu dokumentlarning yo'lida endi bu. Demak, xulosa alfaga gradus tanlab tushib olish yo'li 45 birinchisi. Kimdir 30 tanlab ko'radi. Qarasa yana bitta 45 tanlab ko'raylik, 45 ta kichkina chiqib qoladi. Demak 45 ta zo'r bo'lsa kerak dedik oxiri, tushundinglar? Bo'ldi. Alfaga 45 gradus tanladim, mahraj nima chiqdi? Plus 45 ta mana bunga ham qo'yaman do'stim, chunki 2 alfa bor yerda. Xo'p, 45 dagi javob 90 bo'lib ketadi bu. Sinus 90 da 5 ko'paygan nima bo'ladi? Savol. Javob katta chiqish uchun surat katta bo'lsin, kichkinami? Katta bo'lish uchun mana bu kosinus gamma qanaqa kattaroq bir yordam bera oladi bizga? 0 bo'libmi? 1 bo'libmi? Qaranglar, 1 bo'lsa ayrilishi hisobiga kamayib ketadi-da. Kosinus qancha katta bo'lsa, u bizdan qarz oladi baribir. Sherigiga ayrilyapti. Sherigim mendan birini so'ramoqchi. Tushunyapsizlar? Demak, u qancha katta bo'lsa, o'sha katta pul menga keladi-da, meni olib ketadi. Tushunyapsizlar ma'nosini? Ya'ni mana buni 1 deyotganlar, 1 ayriladi kelajakda. Undan ko'ra -1 chiqib yordam bersin menga.
ikkita minus nima bo'ladiki? Tushundinglarmi? Ya'ni mana bu minus 1 chiqib bersin. O'shanda bu mamlaqa bo'ladi. Plus bo'ladi. Tushunarlimi? Mahraj tushdi. Mahraj katta bo'lsin, kichkinami? Kichkina. Kichkina bo'lish uchun 5 ga qo'shilayotgan son minusli bo'lsin, plusli bo'lsin. Shunda ayollarda minusli. Mana bu nima bo'lib bersa minus 1. Tushundinglarmi ma'nosini? Bundan kichkina javob chiqara olmaydik o'zingiz. Endi siqilmanglar. Mana 4-gradus bo'lgan, shunda minus 1 chiqarish uchun. Mana gammaning jinoyat qiziq bo'lmasa. 180 bo'ladi. 1000 gradusmi qizig'i yo'q. U shunaqa javob chiqara oladi. Va mana bu gamma bo'lib turib, bu yoqda ham gamma emas, bu t bu. Tushunarli? Aloqasi yo'q demoqchi. Bo'ldi, hisoblaymiz. Mana 5 taqsim 2 plus qo'shilib ketib 6, ayrilib ketib 4. Xo'p, mana bilan qisqarsa 3 taqsim 2. Bu 2,5 birinchisi. Keyingisi 1,5. Qo'shsak javobi 4 ekan. Tushundinglarmi? Birinchisida 45 tanlab qo'shiladi bo'ldimi? Ishoninglar, 30 tanlab ko'ringlar-da, kattaroq javob chiqadi. O'zi 30 tanlaysan, 45-60 qo'yib ko'rasan. Masalan, bilgan gradus shu o'zi. 3 son chiqadi, kichikroq shu ekan deysan, bo'ldi. Eng yaxshi xulosa shu. O'zim söyleyeyim. Xo'p, keyingisi. Nechini ko'ryapmiz? 12. 12-chi misol tengsizlik kosinus 3x qo'shilgan 4 ta kosinus x katta 0. Xo'p. Bu yaxshi savol javob. Kuchli savol. Biz maylilikni yaxshi savol berdik. Qaranglar. Kosinus 3x ni kosinus 2x plus x boshib chiqish kerak aslida. Chunki 3x to'g'ri bilmayman hozir. Internetga yozolmasam hozir nima bo'ladi javob? To'g'ri. Shuning uchun men nima deyman? Mana buni olib turib, oddiy ma'noda aytganda o'quvchi ham, masalan, hozir mana bilmayman nima qilishni. Shuning uchun kosinusni 3x ni 2x plus x deb yozaman. Tushundinglarmi? Plus 4 ta kosinus x turadi katta 0. Endi ochamiz. Kosinus 2x kosinus x minus sinus 2x sinus x plus 4 ta kosinus x katta 0. Xo'p. Hop. Kosinus x dan olib chiqib ketgan taqdirimda kosinus bilan 4 yig'inda qolib ketadi, foydasi yo'q. Mana buni aydalasam bunda kosinusi bor ekan. Kosinus 2x ko'paygan kosinus x minus 2 ta sinus x kosinus x yonida sinus x bor plus 4 ta kosinus x katta 0. Guruhdan kosinus x olib chiqib ketdim ichkarida. Kosinus 2x minus 2 ta sinus kvadrat x plus 4 qolib ketdi. Tushunarli bo'ldimi yo'q? Mana buni kosinusni sinus bo'yicha ochish iloji bormi yo'q? Bor. Kosinus x ko'paygan 1 minus 2 ta sinus kvadrat x minus 2 ta sinus kvadrat x plus 4. Tushunyapsizlar-a? Mana bu nechta bo'ladi? Minus 4 ta sinus kvadrati kosinus x minus 4 ta sinus kvadrat mana plus 5 katta nimadan? Minus olib chiqib ketib, bu yoqqa bo'lib olamiz, tushunarli? Kosinus x 4 ta sinus kvadrat x minus 5 katta nimadan? Ishora kichik 0 dan. Tushundinglarmi yo'q? Endi ko'paytma bo'lib turibdi, har bittasi 0 ga teng degan qoida kerak emas, shart emas. Shunchaki o'ylaymiz, qarang. Sinus kvadrat kamida 0 dan nimagacha javob chiqaradi? 1 gacha. Bilasizlar-a? 0 ni olgan taqdirida 0 bo'lib ketib minus 5. 1 ni olgan taqdirda 4 bo'lib ayirsa minus 1. Sezyapsizlarmi? Har doim mana shu misol minus deydi. Har doim minus. Ya'ni doim minus bo'lgan sonlar, doim plusligini bilgan ifodalarimiz o'yindan chiqib ketar edi.
Faqat minus son tushib ketgandan keyin u minus ekan degandan keyin minus bu yoqqa o'tib ishora o'zgarishi kerak. Xo'p, cosinus x ishora almashadi. Katta nimadan? 0 dan bo'ldi. Mana minus bu yoqqa o'tib ketdi. Minus son bu yerda. Xo'p, endi birlik aylanma chizamiz. Cosinus mana bu x o'qida bo'ladi. Mana bu joy 1, bu joy minus 1. O'rta 0. To'g'risi tortamiz va o'ng tarafini bo'yaymiz. Kattasi cosinus, kattasi o'ng taraf. Bo'yagan joyimiz soatga qarshi harakatlanadi. Mana bu joy, mana bu 0 bo'lgan bo'lsa, avval minus 90 bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Minus 90 0 gacha kelgan, 0 dan nechagacha boradi? 90 gacha. Demak, xulosa javob minus 90 dan 90 gacha. Ya'ni minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha davriga har safar 2 pika qo'shib qo'yiladi. Virgul va qat'iy bo'lib qamsni bo'lib javob olamiz. Tushundinglarmi? Xo'p, qayerda borib narxlarni soqolish chiqaramiz. Kerak emas bo'lsa o'tdi, hammasi joyida. Nima qilganim tushundinglarmi? Mana ochganim tushundinglarmi aytadi? Formula bo'yicha ochib ketmayman buni. Sinus ikki arkan formulasi bunaqa edi. Keyin guruhlayapman. Keyin cosinus ikki arkan sinus bo'yicha ochish formulasi bor, ochyapman. Mana formulasi bor. Ochdim. Hisobladim mana. Minus turish mumkin emas oldi dedim. Minus olib chiqib ketdim guruhdan. Mana ishora o'zgarib qoldi. Undan keyin kvadrat kamida 0 oladi. 0 olganda ham mana bu 4 kere 0 bo'ladida 0 bo'lib ketib minus 5 chiqadi javob. Minus 5. Birda olganda ham 4 bo'lib ayirsa minus 1. Ya'ni misol minus 5 bilan minus 1 orasida chiqaveradi har doim. Qanaqadir aniq son u minuslik son. Minuslik son aniq bo'lsa bu yoqqa o'tkazib yuboramiz bu. Agar shu masalan har doim plyus bo'lganda ham tashlab yuboraverardi. Lekin ishora o'zgarmas. Tushunarli? Keyingiz 18. Xo'p, 18 da a kvadrat minus 6 ta a plus 10 plus b kvadrat plus 2b teng 0. A plus b ning o'z kubini hisoblaymiz. Xo'p, ishlaganlar bor-a? To'la kvadrat qilib yaxshi zo'r. Xo'p, to'la kvadrat kelib qaraylik. Ikkita noma'lum bo'lsa, bitta tenglamada kelsa, aslida ishlab bo'lmaydi. Qaytaraman. Ikkita noma'lum bo'lsa, a bilan b ikkita harfda. Tenglama lekin bittagina. Ishlab bo'lmaydi. Aslida shunaqa. Lekin unda nega beradi bunisi? Qanaqadir qo'shtirnoq ichida qanaqadir yo'llari bor. Boshqacha noodatiy yo'li bo'ladi. Tushuntira oldim. Mana biz bilgan standart qo'shib ayirib olish emasda bu. Gapim tushundinglarmi? Xulosa bir tenglamada, bitta tenglama qatorda ikkita 3 ta harflar kelyaptimi? Demak, sizlar boshqacha yo'l o'ylashingiz kerak. Standart emas, nostandart ishlar qilishingiz kerak. Boshqacharoq o'ylash kerak. Demak, buni to'la kvadrat keltiramiz. A kvadrat minus 6 ta a plus qaranglar, a kvadrat minus 2ab degan mana 2 kere 3 bo'lgan. Oxirida 3 ta kvadrati bo'lgan. Tushundinglarmi ma'nosini? Masalan, ya'ni formula qilmoqchiman xo'jayin. Nima qilsam mana shu formula bo'ladi. Plus 3 kvadrati desam. Endi plus b kvadrat turibdi, plus 2 ta b turibdi. Senga savol. B kvadrat plus 2ab degan paytda oxirida nimani kvadrat yetmayapti formula bo'lishiga? Birni mana deysiz. Umumiy hisob qilsam hozir 9 va 1 jami nechini hosil qilding? 10 ni. Ana 10 ni maydalagan ekanmiz 9 plus 1 da. Tushundinglarmi? Kimgadir 5 plus 5 yoqar balki. Men aynan 9 plus 1 qildim, maqsad formula yasash. Teng 0 ga, hamma tushundimi? Mana joyida bitta 10 ni ajratgan ekanmiz mana. Tushunarlimi? Zato formula bo'ldi. A minus 3 ning qo'shdi kvadrati b plus 1 ning qo'shdi kvadrat teng 0 ga. Ikkita kvadrat, ikkalasi ham plus plus chiqaradi kvadrat. Ikkita musbat son qo'shilsa 0 chiqishi mumkin birdaniga. Yo'q, masalan. Qanaqa ma'noda? Ikkita katta sonlarni o'ylab plus bo'lsin deyman. Bittasi 10, bittasi 20. Qo'shsa 0 chiqmaydi. 7 bittasi 12 tanlayapti. Bo'lmayapti. Qachon 0 chiqadi? Ikkalasi ham 0 bo'lgan, to'g'rimi? 0 qo'shib 0 chiqadi. To'g'rimi? Ha, bu degani mana buni ichi xo'jayin teng bo'lsin 0 ga. Mana buni ichi ham teng bo'lsin nimaga? Shunda 0 chiqadi. A teng nimaga? 3 ga, b teng nimaga? Topdik. Olib chiqamiz. A ni o'rniga 3, b ni o'rniga minus 1 keldi, kubi.
2 ning kubi javobi 8. Ma'qulmi? Yaxshi. Keyingi o'tamiz. Necha? Oxirigacha bordim. Necha kishi bor? 3 4 ikkita qoldi. Qaysilar? Ishlamaganlar aytinglar. Hammasi chiqdi. Qolganlar. Deyarli shu qaysilar qolib ketyapti. Aytavering. Necha? 30 qo'l beray. Javob. 30-misol. 2x plus 1 taqsim 3x minus 13 2. Tengsizlikning nechta tub yechimi bor deyapti. Nechta tub javob bor deyapti. Variantlarda bitta, ikkita, 3 4 turibdi. Javob chiqsa bo'ldimi? Dadajon, rozimisan? Chiqarsam bo'ldim. Ha? Qanday yo'l bilan farqi yo'q? Qarang. To'g'risini aytaman, hozir men buni berkitib, chapga olib o'tib, banxraj berib, to'g'rilab x larni oraliq chizib qiynalaman. Hali bunisi bor, bu yoqqa ikkita misol ishlab kesishtirish kerak-da. Ishda u dangasalik, qiynalaydi. Nima ish qilaman? Son tanlab. Tub son o'zim tanlayman. Birinchi tub son necha? 2 ketdi, 2 tanlab. Bir turibdi joyida. Og'zak 2 tanlasam 4 qo'shsam 5. 2 tanlasam 6, ayirsam minus 7 mi? Savol. Minusli son javobda hozir minusli son. 1 bilan 2 orasida bo'ladi. Xatoligini tushundinglar? Keyingi tub son necha? 3. Tanlaymiz. Bir tub joyida 3 tanlasam mana bu joyda 6. 3 tanlasam xullas banxraj manfiymi? 9 ayirsam xullas minus nechta? 4 ham tanlaydi, to'g'ri talab bo'lmaydi. 5 tanlayman. 4 tub emasda, chunki 5 tanlayman. 5 tanlayapman, x ga qaranglar. 5 tanlasam 10 qo'shsam 11. 5 qo'ysam 15, ayirsam 2. Diqqat savol. 11 taqsim 2 1 bilan 2 ning orasidami? Yo'q, unaqa emas deydi. Tushunarli, 5 ham 6 tanlab ko'raman. Bo'ladimi? 6 tub emas, 7 tanlaymiz. X 7 tanlagan paytimda nima bo'ladi qarang. 1 7 qo'ysam 14, 15. 7 qo'ysam 21, ayirsam necha? 8 mi? Tushdi yo'q. 15 taqsim 8. Agar shu 16 bo'lsa nima chiqardi? Bu 1.9 atrofida hisoblaganda. Ichkarida bor-a? Birinchi javob necha? 7. Qo'rqyapman, balki ikkitadir tub sonlar ro'yxatda. 3tadir. Tushunyapsizlar-a? Keyingisi necha bo'ladi? 8 mi? Yo'q, 9. 10 necha? 11. 11 qo'yib ko'rsam 22 23. 11 qo'ysam 33, ayirsam savol. Shu 1 2 orasida emas. Aniq orasida. 23 20 bir butun necha gram chiqadi? Orasida. Shu ikkita bo'ladi. X teng 1 dan 13 tanladim, 12 tub emas. 13 tanlasam 26 27 taqsim 13 qo'ysam 39, ayirsam 26. Turishini qarang. Tushyapti. 14 kerak emas, 15 ta, 16, 17 tanlayapman birdan tubga. 17 qo'ysam 34, 35. 17 dan olib kelsam 51. Ayrib olishinglar. 51 ayrib 40, 38 mi? Savol. Bu 1 bilan 2 ning orasidami? Bu to'g'ri kasrmi, noto'g'ri kasrmi? To'g'ri kasr birdan katta bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri kasr birdan katta bo'ladi. To'g'ri kasr birdan 1-2 orasida emas xullas. Bu xato. İşte. Endi bar qo'rquv bor, javob to'g'ri turibdi-da, uzilib kelgandir qattadir deyapman-da men. Masalan, deydi. Endi qarang, shunchaki 19 tanlasa, mana 19 tanlasa. 19 tanlagan paytda mana bu joy. 38 xullas mana bu 39. Mana bu xullas 39. 19 tanlagan bo'lim. 57 aysinchi bo'ladi. 57 dan 40 to'g'rimi? Xullas kalom mahraj undan tezroq o'sadi. Diqqat qilinglar. Mana bu 2 barobar kattalashadi. Bu doim 3 barobar. Tushunyapsizlar-a? Mahraj tezroq o'sadi. Kimlar aytadi, ayryapti-ku ustoz. To'g'ri, ayryapti. Lekin ayrayotgan son juda kichkina son, uni oldida o'sha. Juda tez o'sish boshlayapti, o'nni tishlasa bo'lmay qoladi yonida. Qo'shilayotgan bir ishlasa bo'lmay qoladi uni oldida. Xullas, tepa kichkina, tepa past kattalashib ketaveradi. Bu degan to'g'ri kasr bo'laveradi. U har doim birdan kichkina. Bu degan nechta javob bor ekan?
Tushundinglar? Yana qaysi? 33. Birinchi variantda ham borda. -15 va 0. Sonlar orasiga 4 ta son shunday qo'yildiki, natijada bu 6 son arifmetik progressiyani hosil qildi. Qo'yilgan sonlarni toping deyapti. Nechta son qo'yilibdi? 4 ta. Do'stim qarang. Mana bu -15. A, B, C, D 4 ta va oxiri 0 ham bor. Shunda mana shu progressiya bo'lgan bo'lsa, mana birinchisi A1 bo'lganda bo'lmasa, buchi A2, A3, A4, A5 nechta A bor bizada? Ikkita A bor aniq. Nima topsa bo'ladi? D ni topdi. D barobar A1, A6 minus A nechta D ni beradi? 5 ta D ni beradi. 5 ta D teng A6'miz -15. Evet, A6'miz 0. Minus kesar yoqqa plus 15. D teng 15 bo'lib 5 javobi ma'nosi 3 degani 3 toshi boradi degani. Mana buni ustiga 3 qo'sh. -10 3 ta qo'sh. -9 keyingisi. -6 keyingisi. Keyingisidan chiqish tabiiy. Mana shu 4 ta sonlarni topib berdik. Tushunarli? Masalan 27 ga qarang. Kimda chiqmadi 27? Bir. Yana. Ishlanish yo'li ishon noodatiy, boshqacha. Eng zo'r yo'li son tanlash. Masalan, x ga 1 yozib ol. Y ga 2, z ga 3 masalan. Tanlaysizlar. Tushunarli, 1 2 3. Hisoblasam javobi misol uchun 12 chiqdi. Hamma rozimi? Javob 12 deb qo'ydi masalan. Variantga borasizlar, hamma joyda x y bor, qatnashyapti, z lar qatnashyapti. O'g'inlarga 1 2 3 qo'yib chiqasiz o'rniga x y lar o'rniga. Qaysi biri 12 chiqara olsa, o'sha javob to'g'ri bo'ladi. Chunki haligi javob bilan variantdagi javob bir xil chiqishi kerak-da. Tushunarli? Eng zo'r yo'li shu. Son tanlash. Belgilash noodatiy boshqa usulda belgilab olish. Bu belgilash juda tez chiqarasiz-da. Shunchaki endi hammaga mushkul kelmaydi baribir. Shuning uchun son tanlab belgilashni taklif beryapman. Bo'ldimi? Tugadimi? Yana bormi? Aytavering. Nechiga boramiz? Suhbat. Nechi? Yo'qmi? Bo'ladi. Bitta doskaga tugab tashlayapmiz biz variant. Bo'lmayapti bunaqa.